Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan olimimiz bo'lsa, Kufalik dangliq mujtahid, mashhur faqih, ko'zga ko'ringan muhaddislardan biri va u o'z zamonidagi islom davlatining qozisi bo'lgan Ibn Abi Laylodir. Bu zatning to'liq ismi Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla. Hijratning 76-yilda Kufada tug'ilgan bo'lib, Ibn Abi Layla nomi bilan mashhurdir. İmam İbn Abi Layla'nın dadısı bu 6 yaş kirgende vefat buldu. İbn Abi Layla qarındishi İsa'nın hamiligida o'sib yetildi. Abi Layla Qur'on Karimni yodlab bo'lgandan keyin zamonsidagi mashhur qiroat olimlaridan qiroat va tafsir ilmlarini o'rganadi. İmam İbn Abi Layla'nın ustozlarining ko'pinchisi mashhur tabiinlardan bo'lib, Alloh taolo bu kishiga katta ilm ato qilish orqali hurmatga sazovor qilgan. Abi Layla fiqh va hadis ilmlaridagi saviyasining alohida yuqoriligi bilan xalifa tarafidan Kufaning qoziligiga tayinlangan. Abi Layla zamonsidagi olimlarning yaxshi bahosiga erishgan bo'lib, ular Abi Layla haqida bu kishi zamonning yetishgan eng dangliq fiqh olimi deyishgan. Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh mundaq deydi: "Meningcha Ibn Abi Laylaning fiqh ilmi hadis ilmidan cho'nqurdir." İmam Sufyan as-Savri mundaq deydi: "İbn Abi Layla va Ibn Shubrima bizning faqihlarimizdandir." İmam İbn Abi Layla ilmde yükselip, qazilikqa tayinlanib, şan şöhrati butkul islom diyorlariga tarqalgan kunlarning birida u kishining oldiga nihoyatda qiziq bir masala haqida fatvo so'rab ikki ayol keladi. İmam İbn Abi Layla u ikki ayol qarab, kim bosh so'zlaydi degandan keyin ularning biri so'z boshlab mundaq deydi: "Ey hurmatli qozi, mening dadam o'lib ketgan. Bu ayol bo'lsa, mening hammacham bo'ladi. U meni xuddi o'z qizdek boqib cho'ng qildi. Keyin tog'amning o'g'li menga elchi avatib, hammachamda meni so'rabdi. Hammacham meni tog'amning o'g'liga yotliq qildi. Hammachamning bo'yiga yetib qolgan bir qiz bor edi. Erimning men qilgan yaxshi muomalasini ko'rgandan keyin o'zining qizini erimga yotliq qilish niyatiga kelib, qizini toza chiroyli yasandirib erimga ko'rsatdi. Keyin erim hammachamning qizini amriga elishga ma'qul bo'libdi. Ammo hammacham qizini erimga berish uchun bir shart qo'yibdi. Erimdan meni taloq qilish haqqini hammachamga o'tinib berishini talab qilibdi. Erimmi bu shartga qo'shilibdi. To'y bo'lgan kuni hammacham ering seni taloq qilish vaqtini menga bergan deb meni taloq qilib etdi. Men bir oqshomda tul qoldim. Oradan ancha uzun o'tmay hammachamning safarga chiqib ketgan yo'ldoshi safardan qaytib keldi. U shoir bir kishi edi. Men uningga yotliq bo'lg'im borligini aytgan edim. U darhol qo'shildi. Ammo men uningga hammachamning erimga qo'ygan shartning naq o'zini shart qo'ydim. Ya'ni hammachamning taloq qilish haqqini men berish kerakligini aytdim. Hammachamning eri bu shartga qo'shildi. Ondan keyin men hammachamni taloq qilib etdim. Hammachamning eri mening yo'ldoshim bo'ldi. Shunday qilib hammacham bir kechada tul ayolga aylanib qoldi. Bu ajoyib voqeadan hayron qolgan Imom Abi Layla bir narsa deyishga tamshilayotganida heliq ayol: "Ey qozi, to'xtang. İşning qiziqligi oldimizda" deb yana gap boshlaydi. Oradan bir mezgil o'tgandan keyin hammachamning burunqi eri, mening hozirgi erim vafot bo'lib ketdi. Bir kuni hammacham erimdan qolgan mol-mulkdan tegishlik mirosni olish uchun keldi. "Sen qandoqsigan mening erimdan miros olasan" deb ikkimiz jidallashdik. Hammacham miros masalasini odil hal qilib qo'yish uchun kuyog'il, ya'ni mening burunqi erimni boshlab keldi. Burunqi erim meni ko'rib birlikda o'tgan go'zal kunlarimizni eslab qoldi bo'lg'ay, menga siliq muomala qilish boshladi. Men uningga "Mening bilan yarashib olgan bormi?" deb so'radim. U yarashib qolg'isi borligini aytdi. Men uningga hammachamning qizini taloq qilish haqqini menga o'tinib berish shartini qo'ydim. U shartimga qo'shildi. Shunday qilib, men hammachamning qizini taloq qilib etdim. Buni anglagan Ibn Abi Layla hayronlikda peshonasini tutib, mendan so'ramoqchi bo'lgan savol qani debdi. Ondan heliqi ayolning hammachisi mundaq debdi: "Ey hurmatli qozi, men va qizimning taloq qilinishi, bu ayolning bo'lsa ikki erga ega bo'lishi harom emasmi?" İmam İbn Abi Layla, "Men bu ishda bir haromning borligini ko'rmadim. Er kishining ikki qitim o'yinishida va o'zining taloq qilish haqqini boshqalarga o'tinib berishida nima harom bo'lsin" debdi. Bu vaqalik mo'minlarning amiri Xalifa Mansurga tuzilgan chog'da o'zini tuta olmasdan qattiq kulib ketibdi va boshqalarga qo'yilgan o'rga ayol o'zi tushibdi debdi. Kufaning qozisi bo'lib, islom xalifaligiga hayotining oxirgi minutlarigacha xizmat qilgan Shayxul Islom mujtahid İmam İbn Abi Layla islom ummatiga Kitobul Faroid nomli mashhur asrini qoldirib ketgan bo'lib, hijratning 148-yili Ramazon oyida vafot bo'ldi. Alloh taolo İmam İbn Abi Layladan rozi bo'lsin va yuqorida tilga ilingan yoki tilga ilinmagan, mazhablari tarqalgan yoki tarqalmagan barcha imomlardan rozi bo'lsin.